Tezkor xabar. O'zbekistonda chekish taqiqlandi. Jarima esa 113 ming so'mga oshirildi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda chekish taqiqlangan joylarga aniqlik kiritildi. Xo'sh, qanday joylarda chekish taqiqlangan? Eng avvalo do'konlar va umumiy ovqatlanish joylari, kafe va restoranlarda, ommaviy madaniy hordiq chiqarish joylarida, kinoteatr, muzey va kutubxonalarda, shuningdek, bo'sh vaqtdan unumli foydalaniladigan joylarda, ya'ni turli sport sessiyalarida, basseynlarda chekish taqiqlanadi. Bunday hududlarda sigaret va tamaki mahsulotlarini chekkanlik uchun 113 ming so'm jarima belgilangan, deyiladi xabarda.